Sizda yangi g'oyalar yo'q, sababi o'qimay qo'ygansiz. Fikrlaringiz doim tarqoq, sababi yozmay qo'ygansiz. Erkinlik hissi yo'qolgan, sababi uyda ko'p vaqt o'tkazasiz. Ijtimoiy tarmoqlarsiz yashay olmaysiz, sababi bunga ruxsat bergansiz. Sizni hayotingiz zerikarli, sababi boshqalarning hayotini kuzatish bilan bandsiz. O'zingizga bo'lgan ishonch yo'q, sababi isbotlab qo'ymagansiz. Ishonch doim isbotdan keladi. Shu sababli yutgan yutaveradi, yutkizgan yutkazaveradi. Birdaniga katta narsani isbotlab qo'yishim qiyin. Bir kunda uy sotib ola olmayman. Bir kunda shaxsiy mashinamni ham sotib ola olmayman. Bular u yoqda tursin, hattoki sayohatga ham chiqish qiyin. Bu isbotlash boshqalar uchun emas, o'zim uchun. Meni dangisa va qo'lidan hech narsa kelmaydi deb o'ylagan ongim uchun. Kichik bo'lsa-da, bir natijani isbotlab qo'yishim uchun maqsad kundaligini tayyorladim. Xo'sh, bu kundalik Winner Effect nazariyasiga asoslangan bo'lib, sizni kichik yutuqlaringiz orqali o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshirishingizga tayyorlangan. Xo'p, bu juda ham oson. Bu yerda asosan ko'rib turgan yashil, sariq, qizil ranglaringizni har bittasini o'zini ma'nosi bor. Aytaylik, buni o'zingiz gamifikatsiya qilib tushunib olsangiz bo'ladi. Yashil rang siz yutayotganingizni, sariq rang hayotda oqsayotganingizni, dangasalik qilayotganingizni, qizil rang umuman siz cho'kib borayotganingizni bildiradi. Bu tomonda ko'rib turgan bo'lsangiz, eng muhim hayotingizda sizni samaradorligingizga yaxshi faktor bo'la oladigan 3 ta metrika bor. Bu sizni uyqungiz, keyin kayfiyatingiz, keyin hayotdan o'rtacha qoniqishingiz. Endi bu yerda 1 dan 10 gacha raqamlarni ko'rib boryapsiz. Bu grafikani kelib chiqishi xuddi shu uyqungizni, kayfiyatingizni, o'zingizdan qoniqishingizni sifatlarini natijasi xuddi shu bo'ladi. Aytaylik, mana birinchi kundan boshlab 31-kungacha, xuddi birinchi kunda uyqungizni belgisi oddiy bitta chiziqcha. Mana xuddi shu chiziqchada uyqungiz necha ball 1 dan 10 gacha sifati qanaqa? 7 deb belgilagan bo'lsangiz, mana bitta nuqta qo'yasiz. Bo'ldi, bugunga yetadi. Sizning kayfiyatingiz-chi? Kayfiyatingiz bugun 5. Xuddi shuni belgilasangiz, keyin ikkinchi kunga kelib, uje bu yerda uyqungiz sifati 8, mana u ko'tarilyapti. Line graph uje ko'tarilib boryapti. Bu yerda bo'lsa, kayfiyatingiz 4 ga tushyapti, keyin 8 ga chiqyapti, xuddi shu. Siz o'rtacha qanaqa uxlayotganingizni, yaxshi yoki yomonmi, sifatli yoki sifatsiz shu yerdan ko'rib tursangiz bo'ladi. Yana bitta muhim qismi bu odatlaringiz. O'yinning qoidasi haqida oldingi videolarda aytgandim. Hech qachon bitta odat uchun ketma-ket ikkita qizil bo'lib qolmaslik kerak. Bu o'yinning soddagina qoidasi. Ya'ni siz sariq qilishingiz mumkin, yashil bo'lishi mumkin, lekin hech qachon qizil bo'lgandan keyin ham keyingi kuni qizil bo'lib qolmasin. Sababi bu Atom odatlar kitobida aytilganidek, bitta odatni bir kun kechikishi bu tasodif bo'lishi mumkin, lekin uni 2 kun kechikishi bu yangi va boshqa bir odatni boshlanishidir degandek. 10 ta odatni o'zingiz kiritishingiz mumkin. Berilgan siz uchun tayyorlangan shablon bor. O'shanda o'zingiz yozib chiqasiz. Bu yerda men o'zim qilganlarim: erta uyg'onish, kursga borish, zalga chiqish, kitob o'qish, oilam bilan vaqt, xuddi shularni o'zim yozib chiqqanman. Endi bu yerda natijalarni har kuni o'zingiz belgilab borasiz.